Salomat bo'linglar. Biz mana shu yoshlarimizga qolaversa, mana shu yoshlarni mana shunday kunlarga yetkazgan ustozlarga, ota-onalarimizga qolaversa, mana shu yoshlarimizni bugungi xonadonda mana shunday katta bir fayzli oqshomni uyushtirgan Islom Quruqlar xonadoniga katta bir tashakkurnoma e'lon qilamiz. Mana bugungi maktabimizda bo'lib o'tgan mana shu bitiruv oqshomida maktab ma'muriyati tomonidan, ota-onalar tomonidan mana shu yoshlarimizga qizg'in bir yaxshi so'zlarni aytgan ota-onalarimizga, so'zga chiqolmay qolgan ayrim o'quvchilarimiz, ayrim ota-onalarimizni nomidan yana bir bor mana shu yoshlarni yo'llariga ravon bir tilaklar tilab qolamizda, bugungi kechamizni yopiq deb e'lon qilamiz. Rahmat. Mana shu sado guruhi doimo Surxon vohasida sado berib yursin. Rahmat hammangizga.